aktiva qimirlashda o'zgarish bo'lmadi. Juda ham yaxshi. Вот. Ajoyib. Tak. Biza 37 haftalikmiz, oyijonlar, mana ko'rinishimiz shunaqa. Mana bunaqa rasmlar ham o'qib berdim. Yoqdimi? Hozir ko'rsataman yana. Вот, mana. Ojonisiga kulib turganlari bir ham Shirin akam ko'rsatmaydi deb o'ylagan edim. Keyin Doppler tekshiruvini o'tkazaveramiz, oyisi ko'rinib qolsa ko'rsataman deb aytgan edim. Rostdan ham ko'rinib qoldi. Yaxshi, bolajonimiz juda ham sog'lom. Allohga shukr, bugun qancha Doppler o'tkazgan bo'lsam, hech bugun muammolar kelgani yo'q. Hammaniki suv yaxshi, yo'ldosh yaxshi, bola yaxshi rivojlanyapti. Dopplerda muammo bo'lmayapti. Adajonlari kelsa, mana shunaqa rasmlarni